Mavzu: guruh rahbarining sinfdan tashqari o'tkazadigan ish shakllari. Reja. Birinchisi, sinfdan tashqari ishlarning mazmuni va ularning o'quvchilar rivojlanishidagi roli. Ikkinchi reja, guruh rahbarining individual, jamoaviy va ommaviy ish shakllari. Uchinchi reja, guruh rahbarining o'quvchilar bilan tarbiyaviy ishlarda tutgan o'rni. Avvalambor, pedagog tushunchasiga to'xtalamiz. Pedagog inson qalbining muhandisidir. Bu fikr ayni haqiqat. O'z kasbining fidoyisi bo'lmish ustoz bola manfaatlarini to'g'ri yo'naltiradi va zaruriy ko'nikmalarni shakllantiradi. Avvalambor, o'qituvchining o'zi doimo bilimini to'ldirishi, boshida saqlangan ma'lumotlarni yangilab turishi kerak. Va agar o'qituvchi o'z ustida ishlamasa, talabalar, hattoki maktab o'quvchilari ham bunday murabbiydan ko'ra internetni afzal ko'rishlari tabiiy. Temir ham bir joyda tursa zanglaydi, suv ham idishda uzoq muddat tursa ayniydi. Shunday ekan, yuqoridagi fikr ayni haqiqat. Bugungi kun o'qituvchisi o'z ustida tinimsiz ishlashi va yangiliklarni doimiy qo'llay olishi zarur. Guruh rahbari nafaqat sinfda, undan tashqarida ham o'quvchi bilan tashkiliy ishlar o'tkazadi. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularni hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarga o'quvchilar bilan o'tkaziladigan va ularga tarbiya hamda bilim berishga qaratilgan turli xil mashg'ulotlar tizimi kiradi. Bunday mashg'ulotlar pedagogik jamoa, sinf rahbari, yoshlar tashkilotlari rahbarligi va bolalarning o'z-o'zini boshqarish tashkilotlari tomonidan darsdan tashqari vaqtda uyushtiriladi. O'quvchilar sinfdan tashqari individual shakllari. Har bir o'quvchi mayl va qobiliyatining rivojlanishiga yordam beradi. Bu ishda sinfdan tashqari o'qish katta ahamiyatga ega. Maktabda har bir sinf uchun sinfdan tashqari o'qish dasturi bor. O'quvchining nima o'qiyotganini va o'qigan narsalarini qanday idrok qilayotganini o'qituvchi bilishi juda muhimdir. Shuning uchun o'qituvchining sinfdan tashqari o'qishga rahbarligi eng yaxshi kitoblarni targ'ib qilish va o'quvchilarda o'qilgan darsliklarni to'g'ri chuqur idrok etishni rivojlantirishdan iborat. Yuqorida bildirilgan fikrlarga ko'ra, guruhdan tashqari o'tkaziladigan ish shakllari albatta jamoat tashkilotlari o'quvchilar bilan darsdan tashqari olib boruvchi xilma-xil mashg'ulotlar to'plami. Shunday tashkil qilingan mashg'ulotlar albatta o'qituvchi va ota-ona hamkorlik qilgani ma'qul. Chunki bu mashg'ulotlar o'quvchiga nafaqat qo'shimcha bilim beradi, balki kelajakda o'zi shug'ullanuvchi kasb tanlashiga ham yordam beradi. Bundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu ta'lim muassasasining ichki va tashqi imkoniyatlariga ham bog'liq. Bu borada ta'lim muassasasi eng to'g'ri qarorni chiqaradi. Bundan ko'rinib turibdiki, guruh rahbarining muhim vazifalaridan biri o'quvchining o'qishga bo'lgan havasini, e'tiqodini va qobiliyatini rivojlantirish, kelajakda egallashi zarur bo'lgan kasb-hunarga layoqatini va qiziqishini o'stirish. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'qituvchi o'z o'quvchilarini shaxs sifatida o'rganishi, ularga alohida e'tibor qaratishi, individual maslahat bera olishi, guruhda va guruhdan tashqarida uning qobiliyatlarini kuchaytirishga yordam berishi va o'zining qirralarini ko'rsata olishi zarur.